Privetik всем. 31 dekabr kuni hamma maza qilib dam olganida, men har doimgidek ishdaman. O'zi 2 haftadan beri dam olganim yo'q edi. Shuning uchun mana недовольный лицомdan bilsa bo'ladi. Bugungi kunim qanaqa o'tganini hozir sizlarga aytib beraman. Har yili 31 dekabr kuni odam bo'lmasida, men hali даже yangi yilga tayyorgarligim ko'rishga ulgurmaganman, chunki 2 haftadan beri dam olganim yo'q. Bu yil ham hamma qatori odam bo'lmasa, men magazinga kirib narsa produktlar qilib tayyorgarlik ko'rmoqchi edim. Lekin baxtga qarshi, shu kuni rosa odam ko'rib zaparada qolib ketdim. Zaparalar beri bo'lib, sekin magazinga kirsam, konец svetiga o'xshagan juda ham odam ko'p. Ayniqsa frukt ovoshiga kirsangiz, tamom bo'lasiz. Hamma taroz talashgan, o'chirt talashgan shunaqa. Oxiri oladigan narsalarimni olib kelib, kassaga kelsam, shunaqa odam ko'p kassada. 25 minut o'chirtdim kutib, oxiri kassada pulini to'lab, xursand bo'lib ishxonaga kirib turib, hamma zakazlarni berib, kechqurun soat 8 da kuxnyani yopib va uyga ketdim. Avtobus kutib turgungacha muzlab qatib qoldim, chunki paketlarim ko'p, produktlarim ko'p. Uyga kelib sirazi ovqat qilishni boshladim. Ovqat qilib bo'lib, mana shunaqa salutlar ko'rib, yangi yilni kutdim. Stollarimni olish esimdan chiqib qolibdi. Podarочкalarimni rasmga olishga ulgurdim. Sizlar qanaqa kutdilar yangi yilni? Men mana shunaqa ishdan keyin charchab kelib kutdim.